بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Mim Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanla sinalmay tarik etilimiz deb o'ylamdi. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinidik. Allah imanida rostchilarni cho'qim biladi. İmanida yolg'onchilarni cho'qim biladi. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Yaman ish qiladiganlar bizdan, ya'ni azobimizdan qochib qutula olamiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima yaman? من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Kimki Allahqa muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, bilsinki, Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning tashqi va ichki ahvolini bilib turg'uchidir. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Kimki jihad qiladi ekan, uning qilgan jihodi o'zining foydasi uchundir. Alloh haqiqatan tamomi ahli jahondan behojatdir. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Şübhəsiz ki, iman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlarının günahlarını yox çıxırmız. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ İnsanni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmag'in. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilaman. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين İman etqan və yaxşı əməl qılğanlarını çoxum yaxşılar qatarıga kirgizimiz. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين Bazı kişiler Allah'a iman etdik deydi. Allah'ın yolunda birer aziyet tassa, kişiler tarafından yetken külfetni Allah'ın azabı bilan o'xshash biladi. Agar Parvardigoringdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan billaydik deydi. Allah jahon ahlining dillaridagini hammadan obdan bilmamdi.
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah müminlerini çokum bilidu. Münafıklarını mı çokum bilidu. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Kapırlar müminlerge bizning yo'limiz, ya'ni dinimizga agishinglar. Sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi. Kapırlar müminlarning gunohlaridan ozroqmi ustiga ololmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ular özlerining yüklerini ve onunla qo'shib boshqa yüklerini, ya'ni özlerining gunohlarini ve aldırganlarının gunohlarini ustiga oladi. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roq tortildi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh qavmini tavhidga da'vat qilib, ularning ichida 50 yil kam 1000 yil turdi. Nuh alayhissalomning qavmi butparast bo'lib, uning payg'ambarligiga chin tutmadi. Ular zolim bo'lganliklari, ya'ni kufrda va gumrohlikda ching turib o'zlariga zulm qilganliklari uchun Alloh ularni to'pon balosi bilan halok qildi. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz Nuhni ve kiyimidikilerini g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. To'ponni butun ahli jahon uchun ibrat qildik. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. İbrahimni mo qavmiga payg'ambar qilib avatdik. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: "Bir Allohga ibodat qilinglar va uningdan qo'rqinglar. Agar bilsanglar mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir." إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Sizler Allah'ını koyup butlarga ibadet kılısızlar. Butlarını öz kolunlar bilen yasıp algansızlar. Butlarının koludan paydı ziyan kelmeydi ve yalganını oydursizlar. Sizlerinin Allah'ını koyup çokunuvatqınınlar, yani butlar sizlerge rızık berişki qadir emas. Rızıqni Allah'ның dergahidin talep kılınlar. Rızık berişke fakat Allah'ның özü qadirdir. Allah'a ibadet kılınlar ve onunğa şükür kılınlar. Allah'ның dergahiga qaytırılsızlar. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sizler meni inkar kılsanlar, inkar kılganlıklar bilen bana kılçı ziyan yetküzelmeysizler. Fakat özаңlarga ziyan yetküzsizler. Sizlerden ilgiri nurgun ümmetlermi peygamberlerini inkar kılgan. Şunun bilen olarga Allah'ның azabı nazil bolgan. Sizlerge mi şundaq azab nazil boludu. Peygamberinin mesuliyeti fakat Allah'ның emirlerini düşünüşlük kılıp yetküzüştür. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ular, yani inkar kılgıçılar, Allah'ның məxluqatını dəstəbdə yoxdan qandaq barlıq keltirganligini, ondan onu ölgəndən keyin
tirildirdiganligini ko'rmadimi? Bu Allohga haqiqatan osondir. Ular buni qandoqmi inkor qiladi? Dastlabda yaratishga qodir bo'lgan zot qayta asli keltirishga albatta qodirdir. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Aytqanki, zaminda sayr qilinglar. Allohning mahluqotni qandoq qilib yo'qdan bor qilganligiga qaranglar. Ondan Allah ularni qiyomatda qayta paydo qiladi. Allah haqiqatan hamma narsa qodirdir. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Allah xolgan odamni jazolaydi. Xolgan odamga rahmat qiladi. Qiyomatda Allohning dargohiga qaytirilsizlar. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Sizlar mayli ziminde bolsun, mayli osmonda bolsun, Allah'ның azabından qıçıp qutulalmaysizlar. Sizlarga Allah'tan bölek dostmu yok, madadkarmı yok. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah'ның ayetlerini ve onunla mulaqat buluşni, yani ahiretni inkar kılganlar ani şular mening rahmetimden naumid buldu. Ani şular qattiq azabga duchor boludu. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. İbrahim'nin kavminin cevabı, İbrahim'ni öldürünler, yoki köydürünler deyishdan ibaret bo'ldi. Allah uni o'tdan qutuldurdi. Ular İbrahim alayhissalomni o'tga tashlaganda, Allah uningga o'tni so'rin va aman joy qilib berdi. Haqiqatan buningda iymon etgan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ. İbrahim itti. Bu dünyada butlar çoqunuş maqsadida yig'ilishinglarning aranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilisizlar. Ba'zinglarga ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Agashtirguchilar agashkuchilardan ado judo bo'ladi. Agashkuchilar agashtirguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Lut İbrahim'e iman etti. İbrahim etti. Ben çokum perverdigarım terpiga icaret kılımen. Yani Allah'ın razılığını izleş yüzsüdün vatanimni terk etip Allah emir kılgan joyga icret kılıp barman. Allah hakikaten g'olibdir, hikmet bilan ish qiluvchidir. وَوَهَبْنَا لَهُ
إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. İbrahim'ga İshak'ni, Yaqub'ni ata qildik. Yani İbrahim aleyhisselam Xudolik uchun qavmidan ayrilgandan keyin yaxshi farzand Ishaqni berdik va Ishaqning o'g'li bo'lgan navrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ato qildik. Ya'ni hamma dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Lutni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: "Sizlar haqiqatan qabih ish qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birmi bunda qabih ishni qilgan emas. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Sizlar haqiqatan livata qilamsizlar, yo'llarni to'sib bulangchilik qilamsizlar, so'rinlaringlarda o'p-o'chuq yomon ishlarni qilaveramsizlar. Uning qavmining javobi: "Agar sen rostchilardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin" deyishdan iborat bo'ldi. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Lut, Parvardigorim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin. Ya'ni ularni aloq qilib menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzuqchilikqa cho'mib ketgan, dedi. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Elçilerimiz, yani periştler, İbrahim'ga perzent berilishdan ibaret xoş xabar elib kelgan chaqda, ular, biz bu shahar aholisini cho'qim aloq qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi, dedi. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. İbrahim, o şehirde Lut barğu, yani Lut'a o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi aloq qilisizlar, dedi. Farishtalar aytdi: "Bu shaharda bor kishilarni, ya'ni Lutni va uningga ergashgan mo'minlarni biz obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrda qavmiga amnafas bo'lganligi uchun qilib aloq bo'lg'uchilardan bo'ladi." ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Bizning elçilerimiz Lut'a kelgan chaqda Lut ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi: "Sen qo'rqmag'in va qayg'urmag'in. Biz seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib aloq bo'lg'uchilardan bo'ladi." إنا منزلون على
أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Bu şəhərnin ahalisi Allah'ın itaatidən çıxqanlıqları üçün onlara biz çoxum asmandan azab düşürürüz. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Düşündüğün qavm üçün ibret qılıb, onundan, yani şəhər xarabısının izlərdən roşan nişanını həqiqətən qaldırdık. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Mədyan ahalisiga ularning qeyrindishi Şuaybni payg'ambar qilib avatdiq. Şuayb: "Ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar", dedi. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Ular Şuaybni inkar qildi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandida, ular uylarda o'ltirgan peti qetib kelishdi. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Atni va Samudni halok qildik. Ey ahli Makka! Sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turalg'u joylardan ularning halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shayton ularga kufrdan va gunohlardan iborat amallarni chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egalari edi, lekin ular takabburlik yuzidan aqlni joyida ishlatmadi. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. Dünya dəbnisi nurgun Qarunni, Firavunni və onun zulmida yardımcı bulğan vəziri Hamanni halak qıldık. Şübhəsiz ki, Musa onlarga roşan möcüzələrini elib gəldi. Ular zimində çoğunçuluq qıldı. Yani Allah'a ibadet qilishdən, Peyğəmbərə itaat qilishdən boyuntavlıq qıldı. Ular azabımızdan keçib ketəlmədi. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bu günahkarlarning har birini gunohi tufaylidan jazo oldik. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik. Ularning ba'zisini qattiq tovush halok qildi. Ularning ba'zisini mol-mulki bilan qo'shib yerga yutqizdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah'ını qoyub butlarını məbud qılıb alğanlarının misali, öy yasagan ömüçüknün misaliga oxşaydı. Yani ömüçüknün öyi onu ıssıq soğuqdan qoğday almagandek, ularning çoqunuvatqan butlarımı ularga hech qandaq fayda ziyan yetküzelmeydi. Öylərinin ən acizi ömüçüknün öyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsaydi, butlarga çoqunmaydı. İnnallaha ya'lamu ma yad'un min dunihi min şey'in ve huvel azizul hakim. Allah, ular Allah'ını taşlab ibadet kılıvatkan nerslerini obdan bilidir. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushuna oladi. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Haqiqatan buningda mo'minlar uchun Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Ey Muhammed, sana vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin, namozni ta'dil arkan bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Alloh qilayotgan hamma ishlaringlarni bilib turdi. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qilguvchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilguvchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Ey Muhammed, shuningdek, ya'ni sendan ilgirkilarga kitob nozil qilgandek, sangma kitob, ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan Qur'onga ishindiganlar bor. Bulardan, ya'ni Makka aholisidanmi Qur'onga ishindiganlar bor. Bizning oyatlarimizda faqat kofirlarla inkor qiladi. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. İlgari sen kitap o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Mubod sen kitap o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, u chaqda haqqa qarshi turg'uvchilar cho'qim gumonlanadi. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Undaq emas. Yani iş zalimlar guman qilgandek emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizda faqat zalimlarla inkor qiladi. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Ular, "Nimişqa onunğa Parvardigardan möcüzler nazil qilinmaydi?" dedi. Aytqinki, möcüzler haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkora ogohlantiruvchiman.
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiz bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va vaz-nasihat bor. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Allah osmonlardagi va zimindagi hammani bilib turdi. Butga ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquchilardir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ular senden azapning chapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azap albatta ular talab qilgan vaqtida keladi. Ularga azap cho'qim ular xabarsiz holatda turganda 3-4 keladi. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Ular senden azapning tez kelishini talab qiladi. Shak shubsizki, jahannam qiyomat kuni kofirlarni qorshab turguchidir. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O kunda azap ularni üstülerinden, ayaklarının astıdan uğrup aldı. Allah ularga dünyada kılgan amellerinlerinin cezasını tetanlar deydi. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ey mümin bendelerim, mening zeminim hakikaten kengdir. Bana ibadet kılınlar. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Her bir candar ölümning ta'mini tetiguchidir. Ondan bizning dargohimizga qaytirulsizlar. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. İman etgan ve yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanglar eqib turadigan oliy joylarga o'rlashtiramiz. U yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qilguvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Ular hijrat qilishning jafo mushaqqatlariga, Allohning yo'lida yetgan aziyatlarga sabr qiladi. Hamma ishlarda Parvardigoriga yo'linadi. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Nurgun hayvanlar öz rızkını üstüge alalmaydı. Yani öz rızkını tepip yiyişten acizdir. Ularını ve sizlerini Allah rızıklandırdı. Allah sözünlerini anlap turgucudur. Ahvalınlarını bilip turgucudur. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Eğer sen ulardan
osmonlarni va zaminni kim yaratdi? Kunni va oyni kim bandalarning manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rsang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Ular qandoqmi Allohning ibodatidan bosh tortdi? الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Allah bandalardan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'ladi ekan, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tor qilmoqchi bo'ladi ekan, uni tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل أكثرهم لا يعقلون. Agar sen ulardan bulutdan yağmur suyunu tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rsang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, sizlarga qarshi paketlar bor bo'lganlikdan jami hamd va sano Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dünya tirikchiligi faqat o'yin kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubhisizki, oxirat yurti haqiqiy oyat yurtidir. Agar ular bilsaydi, bu dunyoni u dunyodan ortiq ko'rmaydi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarda Allohga kamol ixlos bilan iltijo qiladi. Alloh ularni omon-eson quruqlikqa chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirgan Allohni unutib, nagahan Allohga sherik keltirdi. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ular bergan ne'matimiz, ya'ni dengizdan qutuldirganligimizga noshukirlik qilib baqsin. Qolgan ömürlerden bahramon bo'lsin. Bular ishning oqibatini kelgusida biladi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Ular, yani müşrikler görmemdi ki biz haremni aman joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asir ilinib va o'ltirilib. Ular batılga ishinib Allohning ne'matini inkor qilamdi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Allah'ka yolg'onni chaplagan yoki haq kelganda uni inkor qilgan odamdami zolim odam bormi? Cehennemde kafirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Biz üçün kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilar bilan bilidir.